Davlat ishchi xizmatchi xodimlariga maosh to'lanmaydi. Keksalar pensiya olmaydi. Nogironligi bo'lgan shaxslar nafaqasiz qoladi. Agar soliqlar doimiy va o'z vaqtida to'lanmasa, soliq tizimi mamlakat iqtisodiyotining asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. Viloyat soliq boshqarmasi binosida bo'lajak soha kadrlarni ayni yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlar, yangiliklar va o'zgarishlardan xabardor etish, nazariyalarni amaliyot bilan bog'lashga ko'maklashish maqsadida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Soliq davlat budjetini shakllantiruvchi eng muhim manbalardan biri bo'lib, jamiyat taraqqiyoti va iqtisodiy barqarorlikning asosi hisoblanadi. Shu bois ham har bir fuqaro soliq ma'murchiligi va uning amaliyotda qo'llanishi bo'yicha dastlabki tushunchalarga ega bo'lishi kerak. Namangan viloyati soliq boshqarmasida tashkil etilgan navbatdagi ochiq eshiklar kuni ham ayni shu mavzuda bo'ldi. Tadbirda soliq sohasida olib borilayotgan islohotlar, ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar xususida talaba yoshlarga tushunchalar berildi. Urushlarga ularga tenglashtirilgan xodimlar bor. Ularga nisbatan yer mulkdan imtiyoz beradi. Soliq siyosatining asosiy tamoyillari hamda uning turlari, soliq to'lovchilarning huquq-majburiyatlari, elektron xizmatlardan foydalanish yo'riqnomasi, ishga joylashish tartibi va faoliyat yo'nalishlari yuzasidan yoshlarni qiziqtirgan barcha savollarga soha mutaxassislari batafsil javob berdilar. Biz doim universitetda ustozlardan nazariy bilimlarni olganmiz. Bu tadbirga kelib, bu yerdagi mutaxassislardan amaliyotdagi o'zgarishlar, O'zbekistondagi soliq tizimidagi yangiliklarni o'rgandik. Tanishuv jarayonida shuni guvohi bo'ldikki, bu yerda erkak soliqchilar bilan birga ayol soliqchilar ham baravar ishlashayotganligini ko'rib, soliq tizimiga qiziqishim yanada ortdi va o'zimni kelajagimni ushbu soliq sohasida ko'ryapman. Tadbir yakunida yoshlar bilimlarini mustahkamlash maqsadida amaliy jarayonlarga jalb etildilar. Ularga davlat xizmatchilari faoliyatining samaradorligini baholash natijasini aks ettiruvchi va ma'lumot almashinuvini nazarda tutuvchi axborot tizimi KPI haqida hamda soliq monitoringi va elektron hisobot yuborish borasida tushunchalar berildi. Bu esa bo'lajak soliq xodimlarining shu kasbga qiziqishlarini yanada oshirib, mavjud ko'nikmalarini mustahkamlashga imkoniyat yaratdi.